Bu she'rni eshitadigan ko'pchilik shu kungacha eshitib turib amal qilmayotgan nasihatlarga bundan keyin amal qilishni boshlaydi. Katta ehtimol bilan. Bitta eshitib ko'ring. Bir kamzulim bor edi. Kiysa odam uyalar, chunki olmadek joyin yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga. O'sha kuni shu kamzul kirib qoldi tushimga. O'tganmishman olamdan. Chorshanbaning tongida turganmishman dozoqning shundoqqina oldida. Emishman shir yalang'och. Na molim bor, na pul. Ko'zlarimda dahshat u, qo'limda yirtiq kamzul. Oh, u olov, u azob. Qovurilarmish odamlar. Menga ham o't urarmish, yoqay deb yuz ko'zimni. Shu yirtiq kamzul bilan to'sarmishman o'zimni. Faqat yirtiq joydan har gal jonim kuyganda dermishman qaniydi. Kamzul butun bo'lganda. Essizgina tiriklik, qursin kiyib yeganim, shumi yorug' olamdan o'zimga olib kelganim. Gadoy so'rasa 100 so'm, javrardi mengsam qotib. Tabassum bilan emas, berardim yuziga otib. Bilsam muhtoj qo'liga, tutqazganim bir tillo, oxirat sandig'imga tusharkan bo'p ming tillo. Yoshligimda har neni deyaversam meniki, bobom derdi, ey bolam, bergan narsang seniki. Yirtiq kamzulni ushlab bir narsani o'yladim. Bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim.